Yiqilganingizda mana shunaqa tirsak bilan tushgansiz. Tirsak bilan tushgan, muzda yiqilgan. Shunda yelkam chiqib ketadi og'rib. Chunki o'sha tirsak bilan yiqilishga xos bo'lgan travma bor-da, o'sha uchun yiqilganmisiz deyapman. Mana bunaqa tushgan paytda golovga kelib turib, akromiyonni yonida ikkita suyakning o'rtasida pay o'tganda, o'sha payni uzib olgan kichkina qismi. Juda katta emas, lekin o'sha supraspinatusda jarohat bor. Keyin uzilgan joyini o'zida mana bu yerda qarasangiz, xo'p. Mana shu pay bo'lsa, kelib birikkan joyi. Ko'ryapsizmi? Pay bo'lsa, mana shu yerda suyakning o'zida ham o'zgarish boshlanganda. Ko'ryapsizmi? Suyak masalan golovka mana shundoq dumaloq o'zi aslida. Bu birikkan joyini o'zida uzib olganligi uchun, qayta vaspaliniya bo'layotganligi uchun suyakda ham o'zgarish boshlangan. Xo'p. Uzilganini qayerdan bilasiz? Mana defekt. Mana shu pay kelib to'liq bu yoqqa yopishishi kerak. Mana masalan bu payni qarasangiz kelib birikkan joyi bor. Lekin bu payni birikkan joyi yo'q. Mana bu mavhum holatda turibdi. Uzilgani hisobiga endi salgina bu tomonga o'tsam, mana payni kelib turib birikkan joyigacha ko'rish mumkin. Bir qismi birikib turibdi, mana bu yerda bu nima? Uzilgan joyi. Keyin kuchli travma bo'lgani hisobiga mana shu bo'g'im yuzasida ozgina perelom bo'lgan bu yerda, bilinmagan yoki bo'lmasam travmadan keyin osteofitlar paydo bo'lib, kalsinatlanib, bo'g'im o'zida ham artropatiya bor. Bu AC bo'g'imi, akramion, mana bu yoqda klavikular, akromiyoklavikular joint bo'g'imi deyiladi. Shu yerda muammo bor va supraspinatus uzilgan joyi bor. Labrumni o'zida ozgina jarohat bor. Ya'ni travmadan keyingi holat, hozir men Akmalbekka aytdim, bitta blokada qilib beraman shu joyni o'ziga, keyin dori-darmon yozib beraman. Fizioterapiya olib yelkani mashqlarini qilib turasiz. Kuzatamiz. Agar yaxshilanish bo'lmasa, artroskop bilan boyagi tizzani hozir operatsiya qilganlarni ko'rganmisiz? Xuddi bu yerda ham artroskop bilan ruchkadek nima kamera kirgiziladi, bir tomondan instrument kirgizilib, buni qayta tiklashimiz mumkin. Tiklaymiz va suyakni mana bu bosilayotgan qismini olib tashaladi, dekompressiya qilinadi. Bu qayta tiklanadi. Bo'g'imning ichini ham ko'ramiz. Bo'g'imga xalaqit qilayotgan joylar bo'lsa tozalanadi. Bu operatsiya artroskopik, ya'ni maloinvazivniy kesmasdan to'g'ri teshimlar orqali kirib boriladi. Suyakda o'zgarish bo'ldimi? Bor. Mana hozirgi aytayotgan narsam mana shu narsa. Ya'ni yelkani kesmasdan turib to'g'ri nima orqali kiriladi. Qo'lingiz osilib turadi, yelka bo'g'imini o'ziga kirgandan keyin mana bunaqa uzilib yotgan bo'ladi, boyagi aytilgan joy. Buni qayta tikishlik uchun ip bilan tortib, bu yog'iga ankr qo'yib, ankr bilan tozalab nima qilsa bo'ladi. Payni qayta tiklash mumkin bo'ladi. Hozircha bitta blokada qilib ko'raylik. Mexanizm mana bunaqada, uzilgan joyini o'zini bu yoqqa ankr qo'yib turib, shunga tortiladi. Blokada ukuni qilyapman-chi, 3 kundan. Foyda bermadimi? Foyda bermadi. Og'riq dahshat berdi o'sha qilganda. Blokadadan keyin og'riq kuchayib ketdimi? O'sha blokadan bilmayman, yelkamni ko'rib qo'ydirdim ekan. Nimaligini bilmayman, o'sha qoladi deydi, og'riq deydi, o'sha bilan deydi. Yo'q, o'sha qildi, bukunsiga yaxshi og'riq, yaxshi bo'ldi. Endi bugun yana sal anaqa turibdi. Agar blokadada sal yaxshi bo'lib, yana bezovta qilaversa, faqatgina chorasi mana shu narsa. Mana bunaqa kiriladi, mana uzilib yotgan joyi bor, bu tikiladi. Tikilgandan keyin ipini bu yoqqa olib kelib suyakka tikib bo'lmaydi-ku endi bu yerda. O'sha uchun ankr bilan kirgiziladi. Ankr o'zida ipi borlar bor, keyin bunga tortib bog'lab qo'yiladi. Va natijada mana bu uzilgan joyi mana bunaqa shaklda nima bo'ladi. Unaqa lechina bilan yaxshi ketmaydimi bu? Yaxshi bo'lishi mumkin. Hozir blokada olyapsiz, tabletkalar, mashqlar qilib ko'ring. Yaxshi bo'lmasa operatsiya deyapti. Sizga ertaga keling, yoting operatsiya qilamiz emas. O'sha lechina qilib ko'ramiz. O'zimizda ham shunaqa deydi, lechina qilib ko'rish 50 lekin 100% emas deyapti-da. Ba'zida bir xil yaxshi bo'lib ketdi deyapti. U o'sha jarohatni darajasi, ertaga u yerdagi vaspaliniyani doimiy sizdagi harakatlar paytida yana yirtilishni kuchayib ketib boradigan bo'lsa, unda foyda bo'lmaydi. Konservativ lechiniyada yaxshi bo'lsa ham harakatlarni qila olmaysiz, narsa ko'tara olmaysiz. Qo'lingizni ko'tarib yoki mana shu tomonga yotib qolsangiz yana og'rib qolaveradi. To'liq yaxshi bo'lib ketmaydi. Manshetim og'riqda, kemonetimda bo'ladi ko'proq manshetim. Haqiqatan yotsam ertalab qulash og'riq. Ishdan qo'limda ham ko'tarolmay qoldim-da. Kecha ukoldan ko'yib, qo'llarim yaxshi. Orqaga ham ketmoqda. Unda agar ukolni davom ettirib olaman desangiz,
hozir bitta olgan bo'lsangiz, endi tabletkalarni ichishni boshlang, mashqlarni qilishni boshlang. Holatga qaraymiz. Keyingi haftalar yana bitta olsangiz bo'ladi va 3 hafta mobaynida ko'raylikchi. 3 hafta mobaynida agar yaxshi tomonga o'zgarsa, o'zgaradi. Bo'lmasam operatsiya masalasini o'ylab ko'ramiz. Operatsiyasi ham aytyapman-ku mana. Bo'g'im kesilmasdan turib, faqatgina nima bilan, kamera bilan va instrument bilan kiriladi. Qani ichini olib ko'raychi.